Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va pensiya olayotgan yaqinlariga mas'ul bo'lgan farzandlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 15-iyuldan keyin pensiya oluvchilar uchun yoqimsiz holatlar ko'payishi mumkin. Bu xabar har bir pensionerga tegishli. Chunki gap faqat pensiya asl miqdori haqida emas, balki pensiyaning vaqtida tushishi, kartadan yechib olinishi, qarzdorlik sababli ushlab qolishlar, hujjatlardagi xatolar va ortiqcha to'langan pullarni qaytarish talablari haqida ketmoqda. Men sizni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'p odamlar muammo yuzaga kelgandan keyin yuguradi, navbatda turadi, asabiylashadi. Keyin esa buni oldin bilganimda edi deydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar va pensiyani bank kartasi orqali oladiganlar bu videoni oxirigacha eshitishi shart. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini oddiy tartibda olib kelardi. Kimdir plastik kartaga olardi, kimdir naqd qilib olardi, kimdir pochta orqali kutardi, kimdir farzandining yordami bilan bankomatdan yechardi. Hujjatlarda kichik xato bo'lsa ham, ayrim holatlarda bu darhol sezilmasdi. Masalan, pensioner boshqa manzilga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxatdagi manzilni o'zgartirmagan, yoki pensioner ishga kirgan, lekin bu ma'lumotni vaqtida bildirmagan, yoki nogironlik guruhi bo'yicha muddat tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tish kechikkan. Bunday holatlar oldin ham muammo edi, lekin ko'p hollarda tekshiruvlar sekin yurardi. Endi esa yomon tomoni shundaki, 15-iyuldan keyin aynan shu kabi masalalarda nazorat kuchayishi, ma'lumotlar tezroq solishtirilishi, qarzdorliklar va ortiqcha to'lovlar bo'yicha ushlab qolishlar tezroq amalga oshirilishi mumkin. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Davlat idoralari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq ijro organlari va boshqa tizimlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuv kuchaygan sari ko'rinmay qolgan xatolar tezroq ko'rinadi. Pensiya esa ba'zan o'zi bilmagan holda muammoga tushib qoladi. Eng achinarlisi shuki, ko'p pensionerlar men hech kimdan qarzdor emasman, men hamma narsani to'g'ri qilganman, pensiyamga tegishmaydi deb o'ylaydi. Lekin amalda qarzdorlik faqat kredit bo'lmasligi mumkin. Kommunal to'lov bo'yicha qarz, aliment, sud qarori bilan undiriladigan mablag', jarima, soliq qarzi, ortiqcha to'langan pensiya summasi, bank kreditining kechikkan to'lov yoki kafillik bo'yicha majburiyat ham pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Mana shu joyda pensionerlar uchun eng katta xavf boshlanadi. Birinchi navbatda pensiyasida ushlab qolish bor yo'qligini bilmaydigan pensionerlar xavotir olish kerak. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli aka oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U ilgari kichik kredit olgan, keyin to'lovni farzandi to'layman degan, lekin to'lamagan. Aka o'zi buni unutgan. Bir kuni pensiyasi kartaga tushadi, lekin odatdagidan 2.000 so'm kam. Banka bo'lsa, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolingan deyishadi. Pensioner esa bu nimadan ekanini bilmaydi. Aslida esa sud qarori chiqqan, qarzdorlik ijroga o'tgan, pensiyadan qonuniy tartibda ushlab qolish boshlangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Agar nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishni talab qilsa, bu sanani o'tkazib yuborish juda xavfli. Masalan, bir ayol 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Hujjatida qayta tibbiy ko'rikdan o'tish muddati iyul oyiga belgilangan. U meni chaqirishadi deb kutib yuradi. Lekin chaqirib kelmaydi yoki telefon raqami o'zgargan bo'ladi. Natijada muddat o'tadi. Keyingi oyda pensiya kechikadi yoki vaqtincha to'xtab qoladi. Ayol esa nega menga oldindan aytilmadi deb shikoyat qiladi. Aslida bunday masalada pensionerning o'zi ham hujjat muddatini nazorat qilish kerak. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri farzandning o'qishi bilan bog'liq. Masalan, 12 yoshdan oshgan farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini faqat muayyan shartlarda, odatda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa olishi mumkin. Agar u o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki o'qishdan chetlashtirilsa, bu ma'lumot vaqtida bildirilmasa, ortiqcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Keyin esa oila bir necha oy olgan pulini qaytarishga majbur bo'ladi. Masalan, oyiga 9.000 so'mdan 5 oy davomida ortiqcha to'lov bo'lsa, 4.500.000 so'm qarz chiqadi.
Bu oddiy oila uchun juda og'ir summa. 4-chi guruh pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar. Ba'zi pensionerlar kasal, yura olmaydi yoki qishloqda bank uzoq bo'ladi. Shuning uchun farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank kartasi egasining o'zi tasdiqlashi kerak bo'lsa, telefon raqam boshqa odam nomida bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, pensiya tutsa ham pulni yetishda muammo chiqadi. Bu muammo ba'zan pensiya kamaygani uchun emas. Bank operatsiyasi to'xtagani uchun yuzaga keladi. Lekin pensioner baribir pulni vaqtida ola olmaydi. 5-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan yoki ro'yxat manzili o'zgargan pensionerlar. Agar odam pensiya olayotgan bo'lsa, uning yashash holati, fuqarolik holati, bank kartasi, hujjatlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zi pensionerlar bir necha oy farzandiga boshqa viloyatga ketadi. Ba'zilar chet eldagi farzandining oldiga boradi. Bu o'z-o'zidan pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim holatlarda shaxsni tasdiqlash, yashash fakti, hujjat muddati, bank kartasi faoliyati bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Agar siz pensiyangizni vaqtida olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa, qarzdorligingiz bo'lmasa, hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha shartlar sizga tegishli bo'lmasa, demak darhol vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin bu umuman tekshirmayman degani emas. Men har doim aytaman. Pensioner uchun eng yaxshi himoya bo'ldidan tekshirish. Oddiy misol, 2 pensioner bor. Birinchisi har oy pensiya tushganini ko'radi, lekin hech qachon qoldiqni, ushlab qolishni, SMS xabarini tekshirmaydi. Ikkinchisi esa har oy pensiya tushganda bank ilovasidan yoki bank xodimidan qancha tushganini, nima ushlab qolinganini so'raydi. Muammo bo'lsa, ikkinchi pensioner birinchi oydayoq biladi. Birinchisi esa 6 oy o'tib biladi va keyin katta summani izlab yuradi. Farq mana shunda. Odamlar odatda pensiya kamaydimi deb so'raydi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Pensiya miqdori o'z-o'zidan kamayib ketishi boshqa masala. Lekin kartaga tushgan summa kamayishi mumkin. Chunki undan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, sizning hisoblangan pensiyangiz 1.500.000 so'm. Lekin kartangizga 1.200.000 so'm tushdi. Bu pensiyamni kamaytiribdi degani emas. Balki 300.000 so'm ijro qarzdorligi yoki ortiqcha to'lovni qaytarish uchun ushlangan bo'lishi mumkin. Shu yerda juda muhim jihat bor. Har qanday ushlab qolish ham og'zaki gap bilan bo'lmaydi. Buning asosi bo'lishi kerak. Sud qarori, ijro hujjati, pensionerning roziligi, ortiqcha to'lov bo'yicha hisob-kitob yoki qonunda belgilangan boshqa sabab. Agar sizga hech qanday tushuntirish berilmasa, albatta yozma ma'lumot so'rashingiz kerak. Nega kam tushdi degan savolga og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi shikoyat uchun kerak bo'ladi. Yana bir real holat. Pensiona opa oyiga 20.000.000 so'm pensiya oladi. Unga 800.000 so'm tushadi. Opa bankka boradi, bank biz faqat tushgan pulni ko'ramiz, sababini pensiya jamg'armasidan so'rang deydi. Pensiya bo'limiga borsa, ijrodan ushlab qolingan deyishadi. Ijroga borsa, eski kommunal qarz yoki sud jarimasi chiqadi. Opa esa bu qarzni allaqachonda to'laganini aytadi. Lekin kvitansiya yo'q. Natijada isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Kommunal to'lov, kredit, jarima sud qarzi bo'yicha to'lov hujjatlarni yo'qotmang, rasmga olib telefoningizda saqlang, farzandingizga yuboring. Eng og'ir va ko'pchilik bilmaydigan muammo bu ortiqcha to'lov. Ayrim pensionerlar davlat o'zi hisoblab bergan. Men nima aybdorman deydi. Ha, agar xato idora tomonidan bo'lsa, masala alohida ko'riladi. Lekin agar pensioner muhim ma'lumotni vaqtida bildirmagan bo'lsa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, pensioner ishga kirgan, lekin pensiya turiga qarab bu ma'lumot ta'sir qilishi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni to'xtatgan. Yoki nogironlik bo'yicha muddat tugagan, yoki pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechilgan. Mana shu oxirgi holat juda og'ir. Oila a'zolari ba'zan kartada pul bor ekan, dafn marosimiga ishlatdik deydi. Lekin qonuniy tartibda vafotdan keyingi pensiya to'lovlari va olinishi mumkin bo'lgan mablag'lar bo'yicha alohida qoidalar bor. Agar vafotdan keyin noto'g'ri pul yechilgan bo'lsa, keyin qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun yaqinlari vafot etgan pensionerning kartasidan shoshilib pul yechishdan oldin mas'ul idoraga murojaat qilish kerak.
15 iyuldan keyingi yomon xabarning asosiy ma'nosi ham shunda. Ma'lumotlar tezroq tekshirilsa, oldin bilinmay yurgan ortiqcha to'lovlar, muddati o'tgan hujjatlar, qarzdorliklar va noto'g'ri rasmiylashtirilgan holatlar tezroq yuzaga chiqadi. Bu esa pensionerning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Hozir ko'pchilik pensiyani kartaga oladi. Bu qulay, lekin xavfli tomonlari ham bor. Birinchidan, karta muddati tugashi mumkin. Karta muddati tugasa, pensiya hisoblanishi mumkin, lekin puldan foydalanish qiyinlashadi. Ikkinchidan, karta bloklanishi mumkin. Uchinchidan, SMS xabarnoma boshqa raqamga ulangan bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, firibgarlar pensionerlarni aldab, karta raqami, SMS kod, PIN kod yoki bank ilovasi kodini so'rab olishi mumkin. Men juda qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Pensiyangizni oshirib beramiz. 25 iyuldan yangi ro'yxatga kiritamiz. Kartangiz tasdiqlanmasa pensiya to'xtaydi. Bankdanmiz, kodingizni ayting degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bank ham, pensiya jamg'armasi ham telefon orqali sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Agar siz kodni aytsangiz, kartadagi pulingiz yechib olinishi mumkin. Keyin uni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Masalan, 72 yoshli pensionerga qo'ng'iroq qilishadi. Ota, pensiyangizga qo'shimcha pul tushadi. Faqat SMS kodni ayting deyishadi. Ota ishonib aytadi. 10 daqiqadan keyin kartadagi 1 million 800 ming so'm yo'qoladi. Bankka borsa, operatsiya kod orqali tasdiqlangan bo'ladi. Shuning uchun bunday aldovlarga qarshi eng kuchli himoya bilimdir. Farzandlar, iltimos, ota-onangizga buni tushuntiring. Hamma pensionerlardan bir xil tartibda ushlab qolish mumkin emas. Pensiyaning ayrim turlari, nafaqalar, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, ushlab qolishning miqdori ham har doim 100% bo'lmaydi. Odatda odamning yashashi uchun ma'lum qismi qolishi kerak. Lekin bu masalada aniq holatga qaraladi. Qarz turi qanday? Sud qarori bormi? Ijro hujjati nima deydi? Pensionerning daromadi qancha? Boshqa to'lovlar bormi? Yana bir nozik jihat, ba'zan pensionerning pensiyasi kam tushadi. Lekin sabab bank komissiyasi yoki avtomatik to'lov bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner kredit olgan va karta orqali avtomatik yechish xizmatiga rozilik bergan. Pensiya tushishi bilan bank kredit to'lovini yechib oladi. Pensioner esa pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya to'liq tushgan, lekin keyin kreditga ketgan. Buni bilish uchun bankdan hisob varaq ko'chirmasi olish kerak. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qachon va nimaga yechilgani ko'rinadi. Yana bir masala ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bora olmasa, boshqa odam orqali ish yuritishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, vakolat doirasi va hujjatlarning to'g'riligiga e'tibor berish kerak. O'g'lim bo'ri bo'ladi degan kap bank yoki idora uchun yetarli emas. Rasmiy hujjat kerak. Ishonchnomada aynan pensiya olish, bank amaliyotini bajarish, ariza topshirish vakolati yozilgan bo'lishi kerak. Birinchi qadam, pensiyangiz miqdorini tekshiring. Oxirgi 3 oyda qancha pensiya hisoblangan, kartaga qancha tushgan, ushlab qolish bo'lganmi, shuni aniqlang. Buning uchun bankdan hisob varaq ko'chirmasi oling yoki bank ilovasidan ko'ring. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang, lekin kodlaringizni hech kimga aytmang. Farzandingiz yoningizda turib ko'rsin, lekin maxfiy ma'lumot sizda qolsin. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam bo'yicha hisob-kitobni ushlab qolishlar bor yo'qligini, ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik mavjudligini yozma ravishda tushuntirib bering deb so'rang. Og'zaki javob yaxshi, lekin yozma javob yanada ishonchli. Agar ariza yozsangiz, arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, telefon raqam, manzil va savolingizni aniq yozing. Uchinchi qadam, qarzdorlikni tekshiring. Agar pensiyadan pul ushlanayotgan bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli ijro organidan qarzdorlik turi, hujjat raqami, qaysi sud yoki organ qarori asosida undirilayotgani haqida ma'lumot oling. Men qarzdor emasman deb aytishning o'zi yetarli emas. Agar to'lagan bo'lsangiz, kvitansiya, bank cheki, to'lov topshiriqnomasi yoki elektron chekni ko'rsating. 4-qadam, hujjat muddatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, bank kartasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, ishonchnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yashash manzili bilan bog'liq hujjatlar dolzarb bo'lishi kerak. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasini vaqtida yangilash juda muhim. Nogironlik pensiyasida esa qayta ko'rik muddatini daftar yoki telefon kalendariga yozib qo'ying. 5-qadam, bank kartangizni himoya qiling.
PIN kodni karta ustiga yozmang. SMS kodni hech kimga aytmang. Telefoningizga begona ilova o'rnatmang. Yordam beraman degan notanish odamga bankomat yonida kartani bermang. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatiring. Agar shubhali yechim bo'lsa, o'sha kuni bankka ariza yozing. 6-qadam, agar pensiya asossiz kamaygan deb o'ylasangiz, shikoyat tartibida harakat qiling. Avval pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga yozma murojaat qiling. Javob qoniqtirmasa, yuqori turuvchi boshqarmaga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, ijro organi, bank yoki sudga murojaat qilish mumkin. Muhimi, hamma murojaatlaringiz nusxasini saqlang. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz. Tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Ko'pchilik ariza yozishni bilmagan uchun idoraga borib, xodim nima desa shuni kutib qoladi. Men sizga oddiy sharhni aytaman. Arizada shunday yozishingiz mumkin. Menga tayinlangan pensiya bo'yicha 2024 yil yoki joriy yilning oxirgi oylarida hisoblangan summa, amalda to'langan summa, mavjud ushlab qolishlar. Ushlab qolish asosi va agar bo'lsa ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Keyin sana imzo. Agar ushlab qolish bo'lsa, alohida yozing. Pensiyamdan ushlab qolingan summa qaysi hujjat asosida, qaysi tashkilot foydasiga, qancha muddat davomida undirilishini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq savol bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. Agar bankdan pul yo'qolgan bo'lsa, bank arizada shunday yozing. Hisob varag'im bo'yicha falon sanadan falon sanagacha ko'chirmani. Shubhali operatsiya tafsilotlarini va mablag' yechilgan manzil yoki usul haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. Men bu joyda farzandlarga alohida aytmoqchiman. Ota-onangiz pensiya oladi, lekin bank ilovasi, SMS ijro qarzdorligi, ariza, ko'chirma degan narsalarni tushunmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Tizimlar elektron bo'ldi, firibgarlar ko'paydi. Siz oyga bir marta 10 daqiqa vaqt ajrating. Ota-onangizning kartasi ishlayaptimi? Pensiya to'liq tushyaptimi? Shubhali yechim yo'qmi? Hujjat muddati o'tmaganmi? Tekshirib qo'ying. Lekin yordam beraman deb ota-onangizning kartasini o'zingiz ishlatib yubormang. Bu ham katta muammo. Pensionerning puli pensionerniki. Agar farzand karta orqali kredit to'lasa, qarz olsa, pul yetsa, keyin oilada nizo chiqadi. Huquqiy tomondan ham bu muammoli bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hamma ishni pensionerning roziligi bilan ochiq va tushunarli qilish. Yana bir narsani aniq aytaman. 15 iyuldan keyin hammaning pensiyasi birdaniga to'xtab qoladi. Hammaning puli kesiladi. Hamma pensioner qarzdor qilinadi degan gaplarga ishonmang. Bunday vahimali xabarlar ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Muammo hamma uchun bir xil emas. Kimning hujjati to'g'ri, qarzi yo'q, pensiya turi bo'yicha sharti buzilmagan bo'lsa, u odatdagidek pensiyasini olaveradi. Lekin kimda xato, qarzdorlik muddat o'tishi, noto'g'ri ma'lumot yoki bank xavfsizligi bo'yicha muammo bo'lsa, aynan o'sha odamlar qiyinchilikka duch keladi. Shuning uchun mening vazifam sizni qo'rqitish emas, tayyorlash. Chunki tayyor odam zarar ko'rmaydi. Hujjatni oldindan tekshirgan odam navbatda sarson bo'lmaydi. Bank kartasini himoya qilgan odam firibgarga aldanmaydi. Qarzdorligini aniqlagan odam pensiyasidan nima uchun pul ushlanganini biladi. Ariza yozishni bilgan odam esa o'z haqini talab qila oladi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi yomon xabarning mohiyati shuki, 15 iyuldan keyin pensionerlar uchun eng katta xavf pensiyaning o'zi emas, balki hujjatlardagi xatolar. Qarzdorliklar, ortiqcha to'lovlar, ijro ushlab qolishlari, bank kartasi muammolari va firibgarlik holatlaridir. Agar siz bularni oldindan tekshirsangiz, o'zingizni ham, pulingizni ham himoya qilasiz. Bugun qiladigan eng oddiy ishlaringiz: pensiya tushumini tekshiring, bank ko'chirmasini oling, hujjat muddatlariga qarang, qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang, SMS kodlarini hech kimga bermang va tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, darhol yozma ariza bilan murojaat qiling. Sizda pensiya kamayishi, ushlab qolish, karta bloklanishi yoki qarzdorlik bo'yicha holat bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, bank va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib berishda davom etaman.